Leksimizni davamlaştırırız. Hürmetli vatandaşım, endiki mavzu. Prezident Trump Aksaray'da Liu Yandong bilen görüştü. Mavzula haber 9. ayının 29. günü Amerika Avazının Xitaytlı programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Aksaray. Prezident Trump bugün Aksaray'da Cumhur'un Maun Veziri Liu Yandong bilen görüştü. Prezident Trump 11. ayda Cumhur'u ziyaret kıldı. Qaysi meselelerini muhakeme kıldı. Kişilerinin dikkatini çekmekte. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bugün tushda saat 12'den 45 minut o'tganda Oqsaroyda ishxonasida Jungo Davlat Mahkamasining muavin vaziri Liu Yandong bilan ko'rishdi. Bugün atiganda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson Amerika bilan Jungo tunji qatam jamiyat va ma'rifat ishlari suhbatiga riyosatchilik qildi. Arkadaşlar Devlet İşler Katibi Tillerson Jungo'ga ziyaretki menip ketdi. Bundan buran Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umum yığınında Prezident Trump mındaq degan: "Mening rahbarligim ostidagi Amerika natijani yetakchi qiladi. Ideologiyani emas. U yana har qaysi davlatlarning egilik huquqini hurmat qiladiganligini tilga ilib o'tgan." Bugün Aksaray'da axbarat e'lon qilish yig'inida Prezident Trump bilan Liu Yandong'ning nima to'g'rida so'zlashganligi eg'izga elinmadi. Amerika Ovoz radiosining muxbiri 2 nafar kishi suhbatda nima deyishdi? Prezident Trump bilan Liu Yandong'ning suhbat xotirasini e'lon qilishga bo'lamdi, bo'lmamdi deb savol qo'yganda Aksaray axborot ishxonasining xodimlari bu aniq emas deb javob berdi. Jungo'ga ziyoratga mangan Davlat ishlar kotibi Rex Tillerson eng muhimi Jungo amaldorlari bilan Chavshan yerim oralini yadrosizlashtirish, Amerika Jungo o'rtasida savdo mablag' solishni suhbatlashdi. Jumladan kishilik huquq masalasi tilga elinmaydi. Tunigun 9. ayının 27. günü keçti Prezident Trump'ның kızı Ivanka, Trump ve kiyolu Kushner efendi birlikte Jungo'nun Amerika turistlik elçixanasida o'tkazilgan Jungo Davlat bayramının 68 yılını hatırlash murosimi qatnashdi. Onun Ivanka Trump bilan Kushner efendi o'xshashda Prezident Trump'ның yuqori darajalik maslahatchiligini huddiga oldi. Ivanka Trump Tünügün keçti Liu Yandong'a mundaq dedi: 11. ayda Jungo'nu ziyaret qilishni umid qilaman. Şundan qaraganda Ivanka Trump bilan Kushner efendi ayol Prezident Trump bilan birga Jungo'nu ziyaret qildi. Biz 9. ayda ziyaretga boraman dedi, lekin bormadi degan edik xabarimizda. Shundaqmi vatandoshlarım? Endi bu qatam 11. ayning 3. kuni ekan Prezident Trump Jungo'nu ziyaret qilganda qizi Ivanka Trump ve iri Kushner efendiler birlikte Beijing'ni ziyaret kıldı ekan. Endi yana bir xabar. Jungo Amerika Ishki Davlat 10. ayının başlarında qonun ijro qilish jihatda hamkorlashish to'g'risida suhbat o'tkazildi. Mavzuli xabar 9. ayının 29. günü Amerika Ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar munda boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi haftaning 4. günü mundaq e'lon qildi: Amerika Jungo ikki taraf 10. ayının başlarında Amerikada qonun ijro qilish jihatda hamkorlashish to'g'risida suhbat o'tkazildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi bayonotchisi Nevret muxbirlar kutib olish yig'inida mundaq dedi: Kelar hafta chorshanba kuni 10. ayının 4. günü ikki taraf o'tkazib berish, qochqin jinoyatchilar ve zahar cheklash hamda to'r batlarda jinoyat sodir qilish qatorliq taraflardan hamkorlikni kuchaytirish masalasini muhokama qildi. Amerika taraf vakili Adliya ministri Seyshin, Davlat bexatarligi ministri Dok vakillar umigini boshlab suhbatga qatnashdi. Jungo taraf vakillar umigining umak boshlig'i Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi Saqchi ministrligining ministri Goshinkin qatnashdi.